baliq qornida bir sohib karomat. Baliq qornida bir sohib karomat. Chilla o'ltirdi-yu chiqdi salomat. Hazrat Yunus alayhissalom vaqtiki daryoga baliq bilan jutdi, Alloh subhanahu va taolo shu baliqning ichiga Hazrati Yunus alayhissalomni asradi. Hazrati Yunus alayhissalom 40 kun o'sha baliqdan ichida qolgan. Baliqning ichi midasi shuncha bir tegzovi qaviy deydi, agar toshni baliq jutsa, necha soniyani ichida toshni suv qiladi deydi. Mana shu vaqt tabiblar aytadiki, necha soniyani ichida toshni suv qiladi. Bunday midasining tegzovi qaviy. Lekin bir ojiz insondagi badani buncha bir muloyim, buncha bir ojiz inson vaqtiki baliq buni jutadi, 40 kun buni hal qila olmaydi. Bular hammasi kimni buyrug'i bilan? Bular hammasi nimaga dalolat qiladi? Bular hammasi bunga dalolat qiladiki, Hazrati Yunus alayhissalomni bilasigan bir kishi bor. Hazrati Yunus alayhissalomni mudofisi qaviydi. Hazrati Yunus alayhissalomni himoyachisi qaviydi. Hazrati Yunus alayhissalomni bilasizda shunday bir kishi borki, agar Hazrati Yunus alayhissalom bil farz baliq emas, balki ajdahorning qornida ham bo'lsa, unday kishi asraydi. Ki u Alloh subhanahu va taolo. Ki Alloh subhanahu va taolo bilan vaqtiki inson bo'lsa, har joyda bo'lsa insonni asraydi. O't urushda ichida bo'ladimi, o't ichida bo'ladimi, dushman ichida bo'ladimi, kofar ichida bo'ladimi, har joyda bo'lsin, vaqtiki inson Alloh subhanahu va taolo bilan bo'lsa, qismiki mana shu payg'ambarni asradi, bizda ham asraydi. Bular hammasi vaqtiki bizga aytiladi, demak bular bizga darsda. Ey bandalar, ey mardim, bilib olinglar. Men Alloh subhanahu va taolo qismiki shularda shunday musibatlardan asradim. Men shu xudomen. Men o'sha xudomen, tag'ir eganim yo'q. Shu xudoki ularni asradi, shu xudo mana shu hozir ham bor. Demak bizni ham asraydi. Vaqti bizni ham asraydiki, biz Alloh subhanahu va taolaning aytgan yo'lida bo'lsak. Agar amr etsa kimni foriqul farq kilur bir lahzada g'arb ustidan sharq. Nechuk kim do'stini sultoni kavnayn yeturdi soatida qabi qavsayn. Subhanalloh.